ona bolaligida siyib qo'ygan, davolanmagan, qiz tuqqan. Hozirgi kunda qizi siyib qo'yadi. Nilufar opa xuddi shunaqa menda bir mijoz bo'lgan. Qizi Enures. Oilada tinch muhit, hammasi joyda, lekin asli tegi sababi irsiy. Ya'ni onasi bolaligida siyib qo'ygan, davolanmagan, o'tib ketdi deb o'ylashgan, homila payti ozgina bo'lgan, homiladorlik yoygan eriga shunaqa tushuntirgan va hozirgi kunda uni qizi Enures, ya'ni siyib qo'yadi. Bu holat Enures shunaqa kasallikki davolanmasa, chuqur qo'rquvlarga yechim bermasa, biz o'tib ketdi deb o'ylaymiz. Farzandimiz o'tib ketadi, 14, 15, 18 o'tib ketadi deb o'ylaymiz, kutamiz. O'tib ketmaydi, o'tib ketsa ham xo'p, nevaralarimizda takrorlanadi. Ya'ni Enures davolanmasa, chuqur qo'rquvlar bilan sepochka, ya'ni zanjir kabi uzluksiz ravishda qayta avloddan avlodga o'tib keladi. Shunaqa holatlar bo'ladi. 20 yosh farzandim siyib qo'yadi, 25 yosh o'g'lim siyib qo'yadi. Ha, kimda bo'lgan bo'lsa, amakisida, otasida, dodasida degan javoblarni berishadi bemorlar. Enures o'zi asli kelib chiqsa psixologik va unga yechim bermagunimizcha zanjir kabi davom etadi. Agar sizning farzandingizda Enures, enkefalitis, nervoz agressiya kasalliklar bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling va biz sizga yechim beramiz.